Qilgan kekslarning ichida eng mazalisi shu bo'ldi. Siz mani retseptimga qarab bir marta tayyorlab ko'ring, umuman afsuslanmaysiz. 4 ta tuxum bilan 1 stakan shakarni bir xil massa bo'lgungacha yaxshilab aralashtirib bo'lgandan so'ng 1 stakan qatiq bilan yarim stakan yog'ni yaxshilab aralashtirib, bir xil massa bo'lgandan keyin 1 stakan unni elakdan o'tkazib, 1 choy qoshiq razrixletir solib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin orqasidan ozgina vanilin solib, yong'oq ham solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi qolipimizni yaxshilab yog'lab, keyin kunjut sepib, yana yong'oq sepib, tayyorlagan masallig'imizni quyib olamiz. Endi pechga solib 30 daqiqa pishirib olamiz. Pishgan keksimizni dasturxonga qo'yib, saxarli pudralarni sepib, tanovul qilib olamiz. Ishoninglar, juda ham sochniy chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Paka-paka.